Günlərning birida bir kishi sur eshigini minib, 7 kechik 6 dovondan eshib, qo'shni kentga bormoqchi bo'pti. Qara birodar, oldimizdagi 7 kechik 6 dovondan o'ssakla, qo'shni kentdagi tuqqanlarning uyiga yetib boramiz. O joyga berib, qo'saqni rasohat o'yg'izib, buguncha u yerda orom elib, safarimizni atiga davomlashtiraylik. Albatta, sana yop-yeshil bo'g'izlardan bermadigina. Qani mang'ayli. Biroq ancha uzun mangmayla eshigi birinchi kechikdila suv ichibdi. Usab ketdingmi? Ichcha. Qonig'ich ichib ol. Ichcha. Eshak suv ichib bo'lgandan keyin ular safarini yana davomlashtiribdi. Bayla tıxı içib atatdı. Yana usab sende. Hey canavar. İççe. Aradan 2-chi, 3-chi kechikladimi, eshak yanada suv ichibdi. Bu qitimmi yo'lovchi yana ta'xir qilib, eshkining suv ichib bo'lishini kutib turibdi. Hey, qara seni. Her bir keçikte bir qitim to'xtab, uzundan uzoqqa suv ishkil tursam, qo'shni kentga bog'icha oldimizni teqib bir necha kechik bor. Manzilga kech qolmayli yana. Tez bo'l janovar. Tez bo'l. Bag'ras, kimani axbar qilasan? Tomoshabini sovuq tiqib, suv ichgan qiyofat turib, uxlayotganini qara. Bu eshak. Yana o'rliq qila. Yana meni oldig'ina. Men tek sana xo'sh ketib borgan chaqda sana to'yg'idek bo'g'iz beraman deb tikaman. Endi eshitdim yo'q. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Sana beqib men, ishga beqib dan deb tikam. Sana o'rliq qilg'achqa, meni kech qoldik. Endi sana suvmi yo'q, yemi yo'q. Yolg'onchi rizqidan qo'rqaladigan mana shu. Mana